Salom do'stlar. Va mana shu narsani qilishni ko'rar ekanmiz. Qanday qilishni o'rganar ekanmiz. Ya'ni birinchidan bizlar sozlanmalarga kiramiz. Sozlanmalardan boshqaruvga kiramiz va takomillashgan boshqaruvlarni bosamiz. Va pastroqqa tushsak, mana nishon olish va funksiya. Mana ko'pchilikda faolsizlashtirish turgan bo'ladi. Buni mana yoqib qo'yamiz. Bu giloskopda pastida bo'ladi va ko'pchilikda nishon olish mana birinchida turadi, lekin buni aslo birinchiga qo'ymaymiz. Ikkinchiga qo'yib nishon olishni faolsiz tursa yoqib qo'yamiz. Mana shunday tarzda bo'ladi va keyin nastroykadan chiqib o'ynab ko'ramiz. Qani? Yoqilganmi, yoqilmaganmi uni ham ko'rish kerak. Do'stlar, ko'rib turibsizlarki, do'stlar, ko'rib turibsizlarki, agar biz qurolni olsak, mana shu narsa chiqib keladi. Ko'pchilikda mana giroskop poylaydigan bo'ladi. Agar mana buni bosib nima qiladi? YouTube'larda ko'rgan bo'lsanglar, buni bosib anaqa chapga burilishni bundan qilsa, tez bossa mana shunday qo'yib ketadi. Ko'pchilikda lekin mana bu pastga tushsak, mana poylash nishon yoqiq bo'ladi. Buni faolsizlashtirib qo'yib, mana bosib bundan qilsa bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va obunani ayamasdan bosib qo'yavering. Keyingi safar bundan zo'r videolar chiqarishda davom etaman.